Biz yolg'iz qolmaymiz. Hello YouTube ahli do'stlar, videomizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Minecraftda juda ham qo'rqinchli bo'lgan narsani guvohi bo'lamiz. Hammamiz Minecraft o'yinini sevib o'ynaymiz yoki sevib tomosha qilamiz va Minecraft o'yini shunda bilamizki, u hech qanaqa yomon yoki qo'rqinchli, qonli sahnalarga ega emas. Minecraftda siz bemalol yolg'iz o'ynaysiz. Kimdir uy quradi, kimdir vijvaniya, hamma har xil ish bilan ovora bo'ladi. Lekin biz shuncha ko'p qismimiz yolg'iz bo'lib o'ynaymiz Minecraft. Va lekin sizlar g'orlarga tushganinglarda mana bu ovozlarni eshitganmisizlar? Ha, Minecraft o'ynagan 99% o'yinchilar bu ovozni g'or juda ham ko'p joylarda eshitishadi va bu ovozdan qo'rqishadi. Lekin sizlarga savol, Minecraft o'zi necha yoshda o'ynash mumkinligini bilasizlarmi? O'zingizlar ko'rganinglardek, Google'da chiqarib bergan informatsiyalarga qarasak, o'yin 7+ va 13+, ya'ni 7 yoshdan o'ynash mumkin. Lekin savol, 7 yoshdan mumkin bo'lgan o'yinda bunaqa qo'rqinchli ovozlar bu to'g'rimi? Bu ovozlardan odam o'ylaydiki, o'zini yolg'iz his qilmaydi, xuddi ularni kimdir kuzatayotgan. Lekin o'zi sizlarni qo'rqitmoqchi emasman. Sizlar Minecraft o'zingizlar sajdat qilib, o'zingizlar alohida mir ochib o'ynayotganinglarda siz yolg'iz bo'lmaysiz. Lekin do'stlar, bugungi videomizda bizlarni yolg'iz qoldirmaydigan va bizlarni qo'rqitishga harakat qiladigan va o'ldirishga harakat qiladigan mavjudotni guvohi bo'lish maqsadida men o'zimni sinfdoshimni chaqirdim va bu bo'yicha ishga kirishdik va biz alohida server ochdik va u serverda nastroykalarni o'zgartirdik, ya'ni qo'rqinchli rejimni kuchaytirdik. Xullas do'stlar, sizlar juda ham ko'rmagan narsalarni mana shu videoda ko'rasizlar. Albatta, qulay o'tirib olinglar, yeb ichgan narsa olib kelinglar. Agar tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. Do'stlar, va sizlarga rahmat deb qolaman. Biz 200 ming bo'ldik. Endi bu bizga katta motivatsiya bo'ldi. Biz endi yana sifatli kontentlarni davom ettiramiz. Albatta, menga shunga o'xshagan kontentlarni ko'rish xohlasanglar, albatta kanalimizga hozir obuna bo'ling va like bosing. Qildingizmi bu ikkalasini? Bu qilib bo'lgan bo'lsangiz, malades. Endi davom etamiz. Hello YouTube ahli do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Reker bolalar videomizga xush kelibsizlar. Bolalar, bugun sizlar bilan birgalikda men Kamron og'aynim bilan hisobda jigarim bilan juda meni ancha yildan beri birgalikda meni do'stim, hamma yoqda meni yonimda turadigan birodarim bilan men Minecraft o'yiniga kirdim va Kamronni chaqirdim desam noto'g'ri. Nimaga? Chunki do'stlar, Kamron naborot meni chaqirib qoldi. Do'stlar, qarochi, xabaringlar bormi? Minecraftda kuzatuvchi degan nomni xabarimiz bor. Bizda har xil Minecraftda miflar bor. Xirabrin, biz ya'ni Minecraftni yaratgan insonning ukasini o'ligi, arvoh, jin, shayton, demon har xillari bor. Do'stlar, lekin bu do'stlar, bizda Minecraft rostakasi kuzatuvchini aniqlash maqsadida kirdi va Kamron mana shu bo'yicha menga yordam bermoqchi do'stlar. Kamron, salomlashib qo'y. Hammaga assalomu alaykum. Hammaga salom. Nima deb o'ylaysan? Qarochi, seni aytishing bo'yicha bu Minecraftda kuzatuvchi bor. Bizani kimdir kuzatib, bizani qo'rqitar ekan. Nima deysan? Biz buni aniqlay olamizmi yoki qo'limizdan kelmaydimi? Aniqlaymiz, qo'limizdan keladi. Bo'ldi, xudo xolasa, xo'sh. Qanaqa? Lekin nima? U yolg'iz, kuzatuvchi yolg'iz bo'lmaydi. Yolg'iz bo'lmaydi? Yo, obunachilar, o'sha qiziq bo'lyapti. Kamron, sen o'sha bo'ldi, vijvaniya boshladingmi? Da. Bo'ldi, qarochi, davay, o'sha sekin boshladim. Men o'sha taxtani oldim, taxtadan tosh o'sha uy quramiz o'rda, normalda bitta joyga uy qurmasak bo'lmaydi. Hozir o'sha g'orga tushmasligiga harakat qilish kerak. Da bo'ldi. Yo, men tushmayman. Men olmasam bu qochirib ketadi bu ahmoqlar. Mana bu tayyor toshlar bor ekan o'zi, g'orga tushmasin. Shularni olib oling, Google. Ketgacha hozir biz qarochi vashchi grafkani qarang. Yo, men bu realniy sinematik. Hozir kecha sen yiqilib tushdingmi hozir? Da. Yo, men emas, nimaga? Kimdir HP'si ketdi, qarochi. Kimdir yiqilib tushdi, joni ketdi. Yo, o'sha boshlanyaptimi deyman o'sha. Men ketdim, bo'pti senga. Yo, do'stlar, qarochi, montajda qo'ydim do'stlar. Bitta boshda eshitdik. Ketgacha hozir biz qarochi vashchi grafkani qarang. Yo, men bir keladi. Yo, bo'ldi, qarochi, davom etamiz. O'rta o'sha kecha tushyapti, uy qurish kerak, ha? Variant bor. O'rtadan taxta yo'g'irga men tosh yiqaman, nima deysan? Men ikkalamizga taporlar yiqib tashlayman. Bo'ldi, o'rta o'sha kecha tushyapti, tepaga chiq o'rta. Yur. Uy qur, bitta kichkina uy bo'lsa ham. Da. Yo, do'stlar, yo, o'sha qorong'i. Tezroq o'rgiraylik. Da.
Yo do'stlar, уже Enderman'ni o'zi cho'chityapti. Men davay sen qurib tur, ana maraz kelyapti. Pashol. Temir o'rtoq xavfli hozir qorga tushish. Da bitta ertalab kechasi bo'laman. Уже hozir ertalab bo'g'otda ozgina kuchli ertalab bo'lar ekan o'sha. Bo'ldi, da, короче, uxlab olaylik tez. Men uxladim. Nima? Abresga qorasan o'zing montajdan. Просто tupо. Bo'ldi. Da po'yna. Voy! Voy! Paydo bo'ldi. Nima bu? Yo'qol. To'xta, men chiqib tekshiraman. O'rta, ehtiyot bo'l, o'rta. Voy, yo'q. Voy! Voy! Qoch! Kir uyga. Voy! Yop, o'ynanyap. Voy, yomon baqiryapti. Ay, yomon baqiryapti. Qulog'im. Yomon baqiryapti o'rta. Voy, uni. Voy, yo'qol. Men senga o'shanga aytdim, kechqurun qo'ylarni o'ldirmaylik deb. Jalil, men qo'ylarni adasi menimcha bu. Yo'q, bu kuzatuvchi emas, bu agressiv uchirishchur. Bildim, men senga aytdim, o'shanga qo'ylarga tegish kerak emas, kechqurun охотаga chiqish kerak emas, diman qo'yish kerak, diman qo'yish Ne kerak. Maylen. Oh my god, bro. Yo'q qoldi. Yo'q, bo'ldi. Yo'q. Yo'qmi? Ovoz qoldi. Qulog'im hali ham og'riyapti hozircha. Quloq yomon og'riyapti. Yo, obunachilar ehtiyot bo'linglar. O'rta bo'l ketdi. Vyjivaniya qilamiz. Taxtanani ol, yig'amiz. Halolmi? Otni go'sht halol, lekin buni alohida modlar orqali qo'yish kerak. Yur ketdi. Hali o'rta? Qanasan? Yonimga kelgan. Qo'rqdim mana. Illuminati. Qani? Illuminati kimdir qurib ketibdi antik. Sen qurdingmi? Yo'q. 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 Sen prank qilyapsanmi? Yo'q, nega? Men video videoda montajda men odamlar guvoh. Yo, men o'sha g'ayrioddiy narsani bir qismi sezildi. Men o'ta basharamizga paydo bo'ldi, yo'q bo'lib qoldi marazam. Ha. Mana yana. Uchitsa, yo, o'rtoq, Illuminati uchitsa o'sha. Bo'ta Illuminatiga belgi qilingan menimcha. Ichida nimadir bormi, qarachi? Yo'q, ko'rladim. Men sekin yuraman, brat ovqatga srochna. Voy, rosam yura, o'rta ovqat chiqmayapti-da, qarang, ha? Balut tutishimiz kerak. Bor, iping bormi? O'rgimchadan tushib. Davay, bor mana. Yo, Karol, короче, bilmadim. Sana menimcha yo'q, короче, bo'ldi. E'tibor qilmaymiz. Mana o'sha obunachilar uchinchi o'sha vaycha necha g'ayrioddiy narsa bu bilmadim. O'sha neobычный narsa va ko'p boryapti. 3 ta Illuminati. Nima bu? Yo'q, qolganda udishga esa. Balut tutish kerak, sroch. Sen atrofga qarab turgan, atroflarda vijvoyt qilib yo'q. Yo'q, do'stlar, o'sha короче, men kamron o'rta menga yomg'ir yog'maydi lek. Menda yog'yapti yomg'ir. Menda yog'yapti, menda. Nima qilamiz? Juda xato bo'pti bu. Men ikkita balut tutib keldim yana. Bu o'rta yur, короче, yur qadaqa bitta bekinadigan joy topaylik-da. Ketdi o'rta, bo'lmaydi bu. Zubday o'rta bo'lmaydi. To'xta. Eshitdingmi ham? Nimani? O'rta menga eshitilmayapti. Seni menga o'zing videoingdan ko'rib tushunib olmasam, juda qiyin bo'ladi. Yur. Qorong'i o'zi, Karl, yo, biza nimadir qilish. Yur, uxlab olaylik o'rta. Kravat qo'y, sroch. Ana senga pishdi, menga oq. Qara, hozir kechqurun o'tdi. Hozircha g'ayrioddiy narsalar yo'q. Yo! Nima bo'ldi? O'rta? Ke. Suzma, to'xta. Menda bolta bor, eshitdim. Yo, Karl, obunachilar, bu joyi randomda topib qo'ydi. Mana vaqt zombi qo'yapti. Siz zombisiz. Kelgan? Hangi tepaqal? Ketammi? G'ordamsan, qayerdasan? Net, boy kirka almashdiki o'sha joydan tepaga chiqib kelavergan. Men taloqdi. Ha. Ama restoran olaylikchi nima bo'lar?
Yo bo'ldi, mana uy do'stlar o'sha biz qurib bo'lamiz. Bizani o'sha mana bu tomonimizda o'zingiz ko'rgan mana juda ham qo'rqinchli o'rmon biyomi turibdi. O'zingiz ko'rgan restoronni topib oldik. Bo'yi 3 metrli monster bizani qo'rqitdi bolalar. U monster chota ko'rinmay qoldi, lekin bu yaxshiligi ham yomonligi ham bilolmayman do'stlar. Nu mayli, nasib qilgani qaroch. Kamron. Da bo'l. Bu o'rta tezroq yopilu tezroq mana dekoratsiya ham qo'yamiz do'stlar, bilasizlar, chunki biz har bitta o'yinimizda dekoratsiya qilishga o'rganganmiz. O qorong'i bo'ldi o'sha. O'lim yo'q. Juda O'rta ozani monsterga bor, mazamdan qochirib tashlaysiz zubda. tezroq qilib, taxtani menga ham bersang, men ham qo'shib olaman. Da, ana tashlab qo'y. Bo'ldi. Tushunmadim. Nimaga? Nima bo'ldi? Voy! Jim. To'xta, jim. Joydan qilma. O'rta marta kimdir turdi, zubdayu senga. Zubdayu kimdir paydo bo'ldi, yo'q bo'lib qoldi. O'rta uy atrofiga qara. Ishirsiyon? O'rta Yo'q. zubdayu nimadir turdi lekin. Ko'zingga ko'ringandir. Yo'q, o'rta dori ichganmi? Bo'l. Tez polloq tash. Blok yo'q menda. Uni yer qasib tur. Men ol. Voy! O'rta! Orqangda edi. Mahmud turadi mana. O'rta orqangda edi. Bildim. O'rta men hozir endi ko'raman nima turadi, lekin nimadir turadi, o'rta paydo bo'ldi, yo'q bo'lib qoldi. Voy. O'rta? Video stop. Video stop. Po'ni. Boburlarmi chiqdi bu yoqqa. Da, o nima ovoz? Yo'q. Bu qatdan rozi. Mana to'rtta restoran qurilib qoldi. Men ketdim, men chiqib, men yo'q. Yo'q, to'xta, ketma. Restoran qatdan o'zidan-o'zi qurilib qoldi. O zombilaring ham paydo bo'lib qoldi o'sha. Maotga qurilgan ular. Da, o'zi qurib. Xavotirman, men san bilanman. Qisman san. Yo'q bo'lib qolsam nima tushunmadim endi. Da, yo'q, qolsam nima tushunmadim. Yo'q, mana. Manda nimadir paydo bo'ldi, yo'q bo'lib qoldi o'rta. Naryoqda yana nimadir o'rta o'sha ahvoli kuchaydi cho'ti. Kechigidan ko'ra agressivroq. Ay. Bo'l, o'rta uxlaylik. Qo'la, o'rningni qo'y. Bo'l, uyg'ondi. Urre! Kechqurun shunchalik qiyin bo'ladimi? Ushadi. Men akalla qatdan paydo bo'ldim, shuni Ushadi. Men qarochi do'stlar, yo'q, men o'zim ko'rgan Michael Restonlar. Bo'l, hayroddiy narsa yo'q, hech kim bizani kuzatmayapti. Otmi? Bo'ldi. Yo, birinchilar do'stlar, o'zingizlar ko'rganinglardek, biz bu videoyimizda qo'limizdan kelgancha kuzatuvchini aniqlashga harakat qildik. Lekin kuzatuvchi bizga to'g'risi do'stlar, biz uni ko'ra olmadik. U bori Xirabringa o'xshab qoldi do'stlar. Men uni 100% Xirabrin demoqchi edim, lekin do'stlar Xirabrinni aqlli bu. Sun'iy intellekt bunaqa narsa qura olmaydi do'stlar. Nima to'g'risi do'stlar? Potom undan tashqari mana bu o'rmon juda ham meni qo'rqitdi. Undan tashqari juda ham bizlar Illuminati belgilarini ko'rdik. Undan ham tashqari do'stlar, bizlar rasm narsalarga guvoh bo'ldik. Bizlarning shagli quloqlarimizga shumli eshitildi. Monsterlarni spamini, hayvonlarni spamini juda ham g'ayrioddiy bo'ldi. Yo'q, bo'ldi. Qarochi do'stlar, albatta mana shu videomizga 8000 like bersa, mana shu videomizdan davomini chiqaramiz va undan tashqari do'stlar, nega buni davomini qolmadi? Chunki do'stlar, buni davomini qilayotgan sababi bundan oldingi, ya'ni Minecraft o'ynamang degan nomli mana previewsini chiqarib qo'ydim. Mana shu videoyimga talab juda ham ko'p bo'ldi. Mana shu videomni davomini ishlab chiqarish maqsadida men do'stlar vaqtim chegaralangan. Shuning uchun do'stlar, albatta videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Boringlar shukur deb qolamiz. Do'stlar, Kamronga albatta xayrlashib qo'y o'rtoq, keyingi xumoni olib kirib qo'rqitamiz. Yana bitta do'stlar sinfdoshimizni ham olib kiramiz. To'g'ri. O'yin uchun rahmat. Hammaga xayr, hammaga sog'lik. Abdushi. Sog' bo'linglar, bunacha sizlar bilan birga Marreka va Lonely Haka bo'ldi. Tugadi.